Bolashkamni ko'zi 2 kundan beri bo'qlashib, anaqa yiringga o'xshab ham o'tib qolyapti-da, ko'zi qizarib qolgan. Balki shunga kechalari g'ingshib yaxshi uxlamayotgan ekan deb, sразу doktoriga yozdirdim. O'sha payt как раз 30 kunlik bo'lib qolgan edi. Birinchi marta детский pediatr neonatologdan o'tish kerak edi. O'zim постоянно Medio klinikasiga borganim uchun bolashkamni ham shoddagi Mediondagi Lativaga yozdirdim. Doktorlar полностью kireli ko'riklarni qilib chiqishdi. Bosh miyasini o'zisi, badanlarini osmotr qilib, rost, ves va razitsiyasini tekshirishdi. Hammasi a'lo darajada deb aytishdi. Ko'z tiymasi bir oyda deyarli 1 kilo 300 gram yig'ibdi. Bo'yiga ham 4 sm qo'shilibdi. Ko'ziga keladigan bo'lsa, chaqaloqlar orasida juda ham ko'p uchraydigan kasallik ekan. Buni kelib chiqish sababi nasoslyozniy kanali hali ochilmagan bo'lar ekan. Shunga har emizganingizda ko'zini massaj qilasiz deb aytishdi. 3 ta точка bo'lar ekan ko'zda. Круговыми движениями mana bu yerdan boshlab, mana bu nasoslyozniy kanal boshlanadigan joyi bu yerdan bunaqa qilib, bu yerdan как запятая bunaqa bosib olib tushirlar. Albatta bu massajni toza barmoqlar bilan qilish kerak. Tirnoqlaringiz kalta olingan bo'lishi kerak. Mana bunaqa menimcha chaqaloqlar borlar hammasi kalta qilib yurish kerak, chunki chaqaloq nежный boydan tilib qo'yishingiz mumkin. Har safar shunaqa qilasiz deydi. Shunda ham o'tib ketmasa, keyin balki prokol qilamiz mana shu teshigini deb. Atak qo'rqinchli emas, o'zi o'tib ketishi kerak massaj bilan biladi. Tirnoqda sizlarda ham shunaqa bo'layotgan bo'lsa, baribir birinchi doktorga borgan yaxshi. Kстати, har kuni ertalab ko'zlari bo'qlashsa, bo'qlashmasa, vatni disk bilan vatni diskni iliq suvga botirib, ko'zlarini mana bu yerdan bu yergacha qilib, mundoq qilib yuvish kerak. Ikkala ko'zini ham bo'ldi yig'layapti.